Bu kirish so'zi egalik tiklashning muhimligi hamda moliya boshqarish o'zimizningki egalikning moliya boshqarishi bundan kirgan kirimlarningki bularni tafsili ichiga kirib so'zlamay mana shu meg'izg'il kirkitay chunki vaqtimiz kam bo'lganligidan men vaqtimni bosh safni nima qo'yday oldi bilan tunugun qilib yaxshi bo'lganti. Men endi o'zim shu mablag' silish kasbida nurg'un yillar ishlagan bo'lgandan keyin 20-30 yil mushtunqul bashadullah meg'izilni boshlab ketay. Boylik to'plash va boylik taraqqiyot tarafida qandaq mishna yoshurun kirim manbalari bor. Qaysi taraflardan biz izlashimiz kerak. Birinchidan men ishlab turgan aksiya bozorda stock exchange deymiz. Bu yerda 10 necha minglagan, 20 necha minglagan o'xshamagan moliya qurollari bor. Buning hammasiga biz mablag' qo'ysak bo'ldi. Pay, chek, zoyimlar, har xil fondlar, pensiya pullari degandek. Bulardan kirgan kirimlar bo'lsa, daromadlar kirdi, o'sim pullar kirdi, mablag' sog'anninki, mablag'ninki o'sishi ular kirdi. Undan boshqa nurg'un muomala apparatlari bor. Bunaydi inchiklab hisoblab kelgan chog'da o'zingizning ziyonliqqa, xatarlikka bardoshlik berishingizga bog'langan, o'xshamagan mablag' qo'yish asboblar bor. Ondan bizningki yer mulk, uy mulklar mablag' silish, uylarni ijaraga berib, ondan yangi uylarni, ziminlarni ichib yangi elib silish, bularga cho'ngroq mablag'lar ketadi. Ya bo'lmasa ko'nuylarni elib, ularni yasab setib, ulardan chiqqan kirimlar, egalik tiklashning kirgan daromadlar, undan kirgan foydalar degandek bularni hammamiz undan bilamiz. Nurg'unlarimiz shu sohada ishlayotgan, jahondoshlik qilayotgan. Ondan ma'rifga mablag' solgan chog'da qandaq bilimlarimizni emas, kirimlarimizni, boyliqlarimizni o'stirganni o'qimaganlar bilan o'qiganlarningki ishlagan shirkatlardagi kirimlarning o'xshamaganligini, buningki muhimligini undan bilamiz. Ammo men iznib kelgan chog'da biz Uyg'urlarda kam yeri passiv kirim iqimlar. Bu tarafdan aytdi kamkamizda. Bu qaysilarni o'z ishiga oldi degan chog'da shu bizningki bilim mulk huquqini setib mushundan qanday kirimlarni tepish to'g'risida bizning Uyg'urlar ichida kamkan. Buningda bir necha taraflarni o'z oldiga oladi. Bunda masalan kitob yozib, kitoblarni setish, masalan Amazonga qo'yib qo'ysak KDP degan suplar bor. Undan boshqa musiqa ishlab, buni nimaga oldirib, lisens qilib, knishkalashtirib, buni Spotify, iTunes, Music Library degan suplar bor. Bu yerga qo'ysak, musiqangiz har bir qitim setilganda, ya har bir qitim qo'yilgan chog'da buningga sizga haq kiradi. Bu haq royalty deymiz inglizchada, uyg'urchada izn baqsam muvofiq bir gap topamidim, setish haqida deb turay. Ondan fotograf, har xil san'at buyumlar o'zingiz yasagan, bularning hammasini shunday lisens qilib olib qo'ysangiz, buni sotadigan supulari bor, masalan Shutterstock, Adobe Stock degan joylarda qo'ysangiz munosabatlik shunday suplarga, ijtimoiy to'plarga kirib, tizimga oldirib, kinishkasini elib,
bulardan kirim kirgizish mumkin. Ondan o'zingizning masalan kashfiyotlaringiz bo'lsa, ijod qilgan bir ishlarni ijod qilgan bo'lsangiz, bularningkimi shundaq laysensini elib, bulardan cho'ng kompaniyalarga, shirkatlarga setib berib, nurg'un pullarni topqini bo'ldi. Ikkinchidan, passiv kirimning ikkinchi mablag' source buningki shaxlab setish, shaxlatib setish. Shaxlatib setish degan qandaq desanglar, masalan bir mashhur kompaniyaningki nimalar mahsulotlari bo'lsa, masalan shuningdan ijozatnoma elib, shuni shaxlatib setib, buningdan nurg'un pullarni topqini bo'lganda, masalan buningdami bizningki Virginiyadan keldim dedim tunugun sizlarga. Shu Virginiyadan bizning Uyg'urlardan bor, burun bir hemşerimiz vardı, oshxona ichib yaxshi kirimlarni qilayotgan. Keyin bu bani anglizchim xeyli yaxshi. O'zi tijorat qilgan xeyli kallasi bor yaxshi. Mushu Nestle degan xalqaro tanilgan bir yemak-ichmak shirkati bor. Switzerlandningki. Mushunki mushtaq shaxlatib setish ijozatnomasini elib, O'rta Osiyada, O'zbekiston, Qozog'iston shu taraflarda shularningki mahsulotlarini setib yutibdi hozir. Burun necha oshxonalarni ichib, xeyli yaxshi kirimlari undan ketyapti. Endi maosh kirgandan keyin yana necha daraja kirimlari o'sib, texmo turmushlari yaxshi bo'lib ketibdi-da. Shuning uchun biz biznes qilgan chog'da har xil yo'llar bor. Uyg'urlarning ichida oshxona ichish, do'kon ichishlar jiqaroq ekan. Bundaq ishlarda biz sal kamroq ekanmiz-da, shularda izlanishimiz kerak ekan. Bunda yoshirun qandaq kirimlar bor. Bumi bir shaxlab setishningki bir tarifi. Ondan boshqa licensing deymiz, shuni ijozatnoma knishka ib qo'yish. Masalan, sizningki bir nimani ijod qildigan ideyalaringiz bo'lsa, bundaq bir nimani qila olayman deb, shuningki yasab tuzib chiqib, shuningkini licensini, knishkasini ib qo'yish kerak-da. Undan keyin shuni ishlab chiqaradigan bir zavodlarni, korxonalarni tepib, shularga shu lisensingizni setib bersiz, ular ishlab chiqaradigan. Unga nurg'un kirimlar, nurg'un pullar keldi. Undan keyin har bir qitim mahsulot setilgan chog'da sizga passiv mushtaq kirim iqimlari kirib turadi amliq o'zingiz ishlamysizmi. Bundaqlar endi oldi bo'yicha siz ozroq vaqt, aql ishlatasiz, qilasiz, shuni qilib chiqargandan keyin keyingi hayotingiz o'ngayroq bo'ldi. Mushtaq kirimlar yoqdan oz-ozdan o'xshamagan kichik-cho'ng eriqlardan kirimlar iqib tursa, vaqtida davomli turmushingiz, moliya turmushingiz muqimliq yaxshi bo'lib o'tadi. And then yumshoq detal license, bundan ijozatnoma elish. Bundanmi ya bu atdı. Şu to'g'ri, yapaqsi. Ya. Yumshoq detaldan license elish. Bundan mashtaq yumshoq detallarni o'zingiz loyihалab yezib chiqarsangiz, buni mashtaq license knishkalarni izlan oldirib qo'ysangiz, bularni cho'ng shirkatlarga setib bersangiz nurg'un pullar bo'ldi. Bu biz men turgan Virginiyada bizning Uyg'urlar ichidan qildi buni. Mesela bir Uyg'ur birodarimiz o'zida ishlayotgan 5-6si shundaq bir yumshoq detalni ijod qilib, buni Amazonga setib berdi. Ularga nurg'un pullar keldi-da. Undan boshqa yana shu guruh ijod qilgan bolalarni qo'shiblam Amazonga ish qilib, ularga shundaq yuqori maosh bilan ishlaydi hozir. Burun o'zlari maktabda ishlatdi. Shuning uchun yosh bolalarimiz bo'libmi, shu elektronik kompyuter jahonida, hozirgi zamonida shularni aytdi muhim nimaga qo'yib hayotiga. Ondan buni qandaq lisens qilib, qandaq setib pul qilish o'ziningki shu bilim haqqini, bilim mulkini pulga aylantirishni muhim bir ish.
Yana birisi alayda icazatname deymiz, onu franchise. Özünüzünki mesela alayda məqsadınız olsa, ya bulmasa markalarınız olsa, ya simbollarınız olsa yasap çıkan, dağlıq bolsa Uygurlarınki de, bulan eğer başka işiltip, ben seninki şu markanı, başka bir yerden bir ticaret başlayma dese, şunu mu, eğer siz lisans kılan bolsunuz da, kinişki ağız oğlan bolsunuz, onu bir monç pulu satqın oldu. Mesela McDonald's memnunlar bilsizler dünya boyunca. Hazır McDonald'nınki ya şu M degen şu simbolsunu elip, şunun aslında biznes kılış için 45 bin simbolsunu işletiş. 45 bin dolar. Lakin McDonald's özü içiş için çok küçüklüğe karab 1 milyon 300 binden 2 milyon 300 bin gacha oxşamagan orunu qayaqda aşqınız çok küçüklüğe karab. Şunun için şu dağlıq simbollar bolsa, dağlıq markalar bolsa, şu özler bir monç pul koyaraydı. Lakin her bir adam açqanda şundaq pullar kirib kelever sizge yaqtın. Şun pasif kirimler müşteraplarda yani nurgul rıba ve müşterapnılar sözlep duray azırca. Ondan başka marıpqa, muharetke, məblağlarını siliş, teraqqiyat qilishtirishda, bundan özümüzünki, iqtisadımızınki yuqur götürüşi, yuqur maaşlarını ilişi, bulan əmimizge ayın, bunu mübək çoğul hüzap getmey, abay qısidilqi cryptocurrency var, yani şəxsilərge pul qaz verip durup, pul tepiş, andaq consulting qilish, torda ders ötüş degende her xil qo'shimcha o'zingizning xizmatidan boshqa yana qo'shimcha qiladigan yoshurun kirimlar yo'llari. Bularni hammasini o'ylashga to'g'ri keldi. Mayada bir necha misolni so'zlab beray. Endi Uyg'urlarning diasporadim shu Uyg'urda nurg'un bizneslar bor ekan. Bizniki shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofida aniqlab ko'rsam, bu yerda nurg'un bizneslar buning ichida eksport, import qiladigan, qurilish, kabinet yasaydigan, top setish, raqam bazasi, gul do'kon, to'ylarni, zallarni lohiyalash, mashin ijro berish, mashinlarni yasash, qatnash yo'llariga munozabat qilish, uy ko'chish kompaniyasi, Airbnb qilish, yasli echish, maktab echish degandek ish qilib her xil bizneslar bor ekan shu yerda. Endi qanchalik odam bor biz tarafda bilmayman. Umumiy sani. Bundan men ikki misolni ikki shirkat bilan gaplashib ko'rdim. Birinchi bo'lsa Mimis Uyg'ur restoran, Uyg'ur food degan bir Uyg'ur restoran Fairfax turgan. Bu kishilar er-xotin ikkisi 35 yosh atrofidagi yoshlar. Bularning 4 o'g'li var, hammasi 10 yoshdan tuvan bolalari. Yo'ldosh bo'lsa o'zi universitetda o'qib, computer science o'qigan, cho'ng shirkatda 100 necha minglik maosh oldi, undan maosh oldi. Undan boshqa yani o'zining qo'shimcha biznesi var. O biznesini uylarni yasab setish biznesi. Yo'ldoshningki. Ayolninki uy mulklarni sotadigan lisensi var. Kinishkisi, ijozatnomasi. Uy mulklarni sota oladi. Ondan başqa bu ayolninki oshpazlik qilish, tamoq qilishga bir oshig'ilg'i bor ekanda, muhabbati. Shuning uchun bular birinchidan Uyg'urlarninki madaniyatini, tamomlarini ko'rsatib, shu boshqa millatlarga tunishtirmizda. Ikkinchidan o'zininki iqtisodni yana bir yuqori ko'taramiz degan nishon qilib, shu yerda bu biznesni boshlaydik. Boshqa vaqti 2019-yil. Bular başışı bilen Lakhova'ya başlanıp gidip, nurg'un yaxshi men vatqan restoranlarni etilib ketdi vaqtlarda. Bular nurg'un qiyinchiliklarni beshdan kechirib, yo'ldoshningki computer science o'qiganligidan, shu raqamlik bozorni ching tutib, to'rda nimalarni qilib, tashviqlarni qilib, shu tarafdan ular utib chiqib, biznesni nurg'un yaxshi men vatqan bizneslar restoran etilib ketgan vaqtda mushular
ip minip ketdi. Hazır qadashna yaxshi minib atdi-da. Yaxshi minib o'zininki Uyg'urlarning madaniyatini haqlariga tanishtirdi. O'zininki iqtisodimi yuqori ko'tarildi. Hozir mush Virginiyada yaxshi rayonda uylarni ilib bolalarni yaxshi maktablarga berib o'qityapti. Shuning uchun ikkili nishoni amalga oshdi degan gapda. O'zininki tirishchanligi bog'liq. Biri ishga ayol ishchisi 4 biznes qiladi. 4 ishni qiladi. İkinci misalim bularmi mush bizning Virginiyada, Northern Virginiyada bularmi shu 35 yosh atrofidagi ayollar. Bularning 4 qizi bor. Hammasi balog'i boy bular. Bularning 4 qizi bor, ularning 4 o'g'li bor deganda bularmi bu balami kompyuterda o'qigan. Bu cho'ng shirkatlarda 100 ming maosh olib undan ishlayotgan bola. Keyin qarasam shu nurg'un Uyg'ur yoshlar burun vatanda o'qib kelgan, ijtimoiy fanda o'qigan, xizmat topolmay maosh tuvan, pizza to'shib, xat to'shib yurgan bolalarni mushlardan bir 100 minglik xizmatlarga o'rlashtirib qo'yaylik deb organizasiya masalasi bular bir maktab ichib kompyuter qilgan. Bularni 19-yil boshlab kelib Covidning oldida. Bularni nurg'unligan qiyinchiliklarni beshdan o'tkazib, bolalarni to'g'ri o'qitib, birdan-bir o'qitib, sinflarda o'qitib degandek maktab bitigan bolalarga ishni birishga maslahat berib, tarjimonini yezishga yordam qilib, ishga chiqib bo'lgandan keyin xizmat vaqtida qiyinchiliklarga yordam qilib, qanday xizmat to'g'risida kompyuterlarni yezish to'g'risida. Bularni shu 5 yil jarayonida 400 o'quvchini tarbiyalab chiqibdi. 400'ninki 90% maktab bitirib, o'rta hisobda 120 mingdan maoshliq xizmatlar o'rishibdi-da. Bularning maqsadimi boshqalarni shunday yuqoriroq maoshli xizmatlarga o'rlashtirish, birinchidan, ikkinchidan o'zininki o'z burun 120 minglik xizmat maosh olgan bo'lsa, hozir uningdan nechasi yuqori maosh olyapti-da. 4 bolasini yaxshi beqib, uylarni yaxshi nima qilib, xizmatlari yaxshi ketyapti, turmushlarimi burunqidan nechasi yuqorlandi. Hozir hamda bu kompyuterdami naytdi yeniliklar jiq paydo bo'lib turdi. Kompyuter o'qigan bolalarimiz biladi. Uning davomli o'rganadigan odam o'rganib turish kerak. O'zi o'rganib turish kerak-da boshqa o'tish uchun. Shuning uchun bularni shuna davomli o'rgatib, bolalarni yana hozir ishlar o'rlashtirdi. Men 3-oyda bular bilan gaplashgan chog'da 3-oyda ular shu 3 oyda 20 xizmat talab kaptiga bolalarga, o'qigan maktab bitigan bolalarga. Bular hozir shu davomlashtiryapti. Bu ikkisi bo'lsa, bizningki shu Uyg'urlarning ichidan nurg'un bulardan jiq g'arblarni qozongan boshqa tijoratlar bor. Men bu ikkisini misol qilib so'zladim. Andın biz şu Yahudi jamiyetinden uygunduğan nurgun taraflarımız var ki bunun izinip görüp ben 3 xil tarafını uygunduğanını bayqadım da 3 tarafından uygunduğanını. Birinci bolsa şu bularınki İlgilik tiklashda. İlgilik tiklashda bu Yahudi cemaatininki bizning uygunduğan bir necha taraflari. Bular bu ilgilik tiklashdan burun bozorning fursatini nayt inchga aniqlaydi ki qanday fursatlar bor. İşini başlamasdan turibdi. Bizga qanday fursatlar bor, qanday qilsak qaysi biznesda yo'l ochalaymiz, qaysi biznesda pul topamiz deb. Ikkinchidan bular night inchga shu o'z ziyonini
hesaplap çıkıdı ekan. Tekrar hesaplaydı ekende, eğer bunda qarısıqla tevekkül qılmay, hesaplagan riskini, hesaplagan ziyanını, eğer men hemimiz bir iyilik tiklep başlayımızsak, pul tapımız, bayolumuz da başlayımız, yalanı iş qaysımız iyilik tiklep kembaqal olumuz demeyimiz de, şunda qeydiyapa. Bular eğer muşum men degende bulmay qalsa, mağmay qalsa, qanchalik ziyanga bardoshlik bera alayman. Bunchalik ziyan bolsa, o'rilib ketamdim, yana shu ziyanni to'lab, yana boshqadan mang'alaydigan madarim bormi yo'qmi deganni shuni aytdi inchki hesaplaydi ekan. Uchinchidan shu yangilik yaratishga moslashish, ham yaratish. Shularga yangiliklarga qanday ergishish. Biz Uyg'urlarni bu tarafdan o'rgangan tartibimiz bularniki nima uchun shunday keng sahada bular g'arblarni qo'lga keltirdi, muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi degan chog'da shu moslashish, texnologiyaga moslashish jonligi kuchli. Ikkinchidan Muş özgürüp doğan bazanın ki özgürüşçalığını çoğunkur düşengelliği. Yaman mekanik olup bir xilla mağmayman emas. Bu baza davamlıq özgürüp duruşun qandaq maslaşış, texnologiya davamlıq özgürüp durdu qandaq maslaşış, şularını qandaq ögünüş, şu iki tarafından aydı təkidləyirkən bu iyilik tikləş cəhətdə. İkinciden, bulanın kimi şu maliyege nait ehmiyet beriş bulanınki medeniyetliğe sınıp ketkenken de çok olmuş maliye muharetini terakkiyat kılışta çok meblağlarını saldıken. Bunun da bilimninki rolü biz ögündüğün tarafı. Bilimninki rolü fakat bir adamninki iktisadını götürüp kalmayı. Mesela ben magistrlik ünvanım bulan bulsa doktorluk alsam meniki kirimim işleyatgan şirketimden bir derece ösüdü. Fakat menle üçün emas, bütün bu şu cemaatini teng terakki kılışqa naytı muhim rolu var, ehmiyeti var dep gördük. Mesela bizimki Virginia'da deyli 10 bin Uygur olsa, 10 bin Uygur'nunki 80% magistrlik ünvanı olsa bu qandaq bir cemaat bulurdu. Bularınki fikir yürüyüşleri, göz qaraşları qandaq boldu. Özü oynap yapma. Eğer bu cemaat, onun cemaatinin 80% başlangıç oturup hesap okuyan bulsa, ya ismini tüzək yazan bulsa, bularının göz qaraştırğandaq boldu işlağa. Şunun için okuş, marifqa məbləğ siliş, özünü yaxşılaş emas, bütün bu cemaatini özünüzden öpçürdük ki. Bırak ipminiş. Şunun için bir adamınki məsuliyyətçalığı emas, həmmimizinki məsuliyyətçalığı dep düşensek boldukken de, joyuşlarınki müşünimizsiki qarab. Ağan savaqlıqdın. Üçüncü tərəfi biz ögündüğün tərəf, mən bayqıqalları, inçke uzun modellik planlaş. Bularmış planlıq iş qilish, inçke plan tüzüş, bularının mədeniyyəti sınıp ketkenken. Bunda qılğanın səbəbi birinciden maliyəni muqimlaştırış, yaxşı plan tüzsə. İkinciden muşu cemaatini terak kılış. Üçüncüden evlatlar arasında baylıqını başquruş. Ben muşu sadece qışlagandikin nurgul vaqtlarda bilip gittim. Başqa juhudlardan başqalarda. Mesela buğusu mundaq katı bay adamdi, datsıq kelgende munçıq qaldı, ballarıkin evrisi kelgen çağda gaday olup ketdi deydi. Ancaq qaşlap başqa cemaat nimeleri evlatlığa kelgendikin qaşlap tüytüdüdügan. Bu juhudlarını gider bir avlatqa qadam juqur meniş tüvenleşmez. Bu muşa şu medeniyetdeki sınıp ketken. Şunun için şu uzun müddetlik inçki planlaş, maliyeni muqimlaştırış, cemaatni teng ip beriş, hemmedem şundaq qısa, hem Uygurlar şundaq qısa, bir aile emas, hemmedem. Ondan şu avlatlar arasında baylıqını qandaq saqlap qelish
hem bunu işte başka evlatlarını kaldırış. Ben masayası çık işlegendikken biz lawyerler bilen, advokatçılar bilen yakında masaj işlerimiz bunu da Amerika'da trust degen birinin var. Dynasty trust degen birinin var. Trust degen mesela sizmiş baylıqlarınızı kilak avlatlara koyup koyuşqa bunda birinin yazıp koyup koyusuzdan koygan çağda bunun her xil yazışı var. Dynasty trust degen siz göğde turup özünüzün baylığınızın kanında aşağı turup baş kuralayısız degen. Onu qanday deseniz, aştan içinde turup yazıp payaq koysuz eğer menin munçilik baylığım var, 100 milyon baylığım var. Bu baylığım ne balığım, nevillerim qanday qaşlaydiganға şulağa siz hukuk birsiz. Şu hukukun yazıp lawyerlar bilen, advokatlar bilen tam mesip koyup koysunuz, hiç kim bunu özgertemeydi, ölüp getsiniz, görünün şittirip özünüzün baylığınızın baş kuralayısız. Şu bitti mağdurun işi kanun bulup ketken asıp gitsin. Şunu aslında yazıp baştan planlap kalmasanız sizinki ballarınız, nevleriniz özü ilqi bil ağırmağanın ki nani işini görün degen gap var mı? Onu peyyak et bağın kulluğan deken halgan çıkayışlaplan tükütüdü onu. Erqandaq tağınımı kollap es tükep ketidi degen bir gap var o öz midraş kerek de özü. Öz midraşsa duglap qo'ygan pulni tugab ketidi. Shuning uchun bundaq planlash biz uchun muhim ekan. Vaqtimiz o'tib ketdi. Anadan tunugimi bir gap qildik. Ma u tarafni tezsiz o'tkazayday. Medeniyet sezgirligi şu biznes tiklashda. Biz ham diasporada Uyg'urlar har xil davlatlarda yashaymiz, o'qishmagan madaniyatda. Shuning uchun biz har qanday yerga berib, ko'chmanlarning gapi chiqib qoldi. Biz Uyg'urligimizni qilsak bo'lmaydi. Shu yerlikdagi madaniyatga moslashishimiz kerak, madaniyat ong bo'lishimiz kerak. Shularga o'zimizning chiqargan mahsulotlarimiz va mulozimatlarimiz şunun hem Uygurga hem şu yerlik medeniyetke has bo'lgan bizneslarni qilishimiz kerak. Yerlik medeniyetni hurmat qilishimiz kerak-da. Hurmat qilishimiz kerak. O'zimizning Uyg'urlarninki oliy janobini ko'rsish kerak yerlik medeniyetga. Bular ajab munda haqga deb qolmish kerak-da. And then networking. Münasebet tüzüş Uygurlarning işidir emas. Mesela Uygurlarninki sırtıda özünüzün tuğan dövletdeki başka medeniyetler bilen qandaq münasebetden turg'uzish, ular bilan qandaq aloqalashish, shu yerdagi yerliklarninki talibidan chiqish, ularninki madaniyatini tushunish, shu yerninki qonunlarni, ijozatnomalarini qandaq elish, shularninki yo'lini tepish, to'g'risida nurg'un izindigan taraflarimiz var. 2 minut vaqtim bor ekan. Yani bir tarafi so'zlaydigan baydidoq maliyani planlash, boshqarish, taraqqiyot qilish ma'noda shu qonuniy laysenslarni elish, ijozatnomalarni elish, shu yerninki qonunlarga bo'ysunish, shu yo'llarni tepish, shuningki tilini bilish kerak. Shuni hammani ravon bilgan chog'da undan keyin biz shu yerda bizneslarni, tijoratlarni başlay olamiz. Nurg'un ashtaq bizningki Virginiyadami oshxona ichish ya boshqa bir bizneslarni qilgan chog'da shu yerninki laysens, ijozatnomani elishni bilmaydiganlar, yo'lini ochamaydiganlar, qayerdan boshlashni, qaysi ishga berib so'rashni, shularni bilmaydiganlarni aytib ko'pganda bularninki yo'lini bilish kerak. Texnologiyada bizniki yeniliklarda qandaq moslashish, mayli özümüz ijod qildigan ya bo'lmasa yangi chiqqanlarni biznesimizga qandaq kirgizish. Bayqaman degan misaldimi, masalan oshxonada yo'ldoshningki computer science'dan
yaxshi bo'lganligidan Covid'dimi biznes to'xtab qolmay, boshqa bizneslar o'lib ketgan taqdirdami, bularninki oldiga surib manganligi, shu texnologiyani o'ziga moslashtirganligi, shuni jonliq ishlatganligidan bildirildi-da. Anadan keyin meningki ma'bur nima ham men ishlagan sohada, o'sha poytaxtlarda, aksiya bozorda hamma tuxumingizni bir sevat sep qo'ymang degan gap bor. Bu deganning sababi masalan 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, siz aksiya bozoriga solsangiz, eng bo'lganda 12 o'xshamagan tarafga pulingizni silang. Agar birisi tugab ketsa, yana birisi 50% qaytarsa, yana birisi 5% qaytarsa, o'ttir sonda yana sizga bunchalik qaytardi degan hisob bor. Shuning uchun managa qiziqdi, mana pulimni managa silitay deb qilib bo'lmaydi. Vaqtim to'shibdi. Yana qaysi bor? Sosyal medialarga qatnashish degan, masalan, odamninki o'ziniki joyida har xil klublar bor. Bizningki Virginiadami Lions Club, Chambers of Commerce degan har xil biznes networklar bor. Ularga qatnashish mumkin. Ularni boya demay o'tibdimi? Bir yana bir Timo bularga vaqtimiz qoldi. Rahmat sizlarga. Oxirsida iliqi birsin batdi. Yani bir saydım bor, shunday aytay. Ma so'zigim tugudi. Rahmat sizlarga. Yani bir deb qo'ygan bir narsa bor. Bir sekundda tugaydi. Nasıl çıkıyor ya da? Ha, men bir qo'yganim, mening kishi vaqtimdan she'r yozishga qiziqardim. Buni undaq nashr qilish xayolim yo'qdi. 2016-yili işte bir sizinki she'r to'plami 80 yoshga to'plangan, men taqdim qilgandan keyin men o'zimning ko'n she'rlarimni bir ratlab qo'yay deb bultonunzi, bultu pensiya chiqqandan keyin 8 oydan ratlasam 200 necha she'r bor ekan. Shundan 110 ratlab bir tom qilib, shu yaqin arada Amazonda chiqdi. Sizlarningki setilishinglarni tavsiya qilmay chiqqan chog'da to'pqa sep qo'yma. Buningda mangulik bog'lanish, oila rasmlari shu nimada she'r bilan ifodalangan. Rahmat sizlarga. To'xtam bir saniye. Gulnoz adamning leksiyasi uchun ko'p rahmat. Intayin qimmatli temada leksiya so'zlab berdi. Endi savol-javob qismimiz bo'ldi. Qisqagina shu oldingi ikki so'zlik uchun sahnaga taklif qilay. She'r to'plama inglizcha men inglizcha yozgandim, chunki bularni shu yoshlar o'qisin debchi. Bolalar bo'lsa, o'zinglarni qiziqsanglar, Amazondan setib olib. Rahmat sizlarga. Savol so'rash vaqti 1 minut. Faqat 1 minutli savol so'ralaysizlar, bir odam bir savol so'ralaysizlar. Javob berish vaqti 2 minut. Bu shaklda kontrol qilaylik. 15 minutli savol-javob qismini oxirlashtirsak, ondan keyin tushlik dam olishimizni vaqtida qila olamiz, bo'lmasa 12 chiqadi. O chaqda sizlarga ziyon.
Mikrofon sırttaki kızlar yardımlaşmak için mikrofonunu yetkizdiğinga. İşçilerden birisine yardımlaşsanlar buldu. Mikrofon şu nimede. Meşgulat uyda. Mikrofon. Soru için. Avladım mikrofonunu elip, andakini yetkisiniz buldu. Meşgulat uydakilerden sorsanız da bir adım. Undaqda sualı bana kulunlarını kötəsənlər. Assalamu alaikum. Qarindoshlar, mening sualim bor, amchaqimiz bor. Men tibobat kitoblarga qiziqaman, bak o'qib ketamisanmi? Qiziqaman. Uyg'ur tibobat tarixiy kitoblarida noprosess qilganlik bir tarix xotirlangan. Endi hozirgi Uyg'ur tibobatimizni taraqqiy qildirish saviyasini siz o'tdingiz. Şu tarixten azroq uçur versiniz, yani Türkiye'de bizim Uyghur tibobatini qanchalik darajada taraqqiyotga erishtirish imkoniyati qanchalik bor yo'qligini deb baqsaq. Chunki endi bir yaxshi bir muhit misha deb qarayman men Qozog'istondan boshqa. Qozog'istonda Uyg'ur tibobatiga oid narsalar asosan yo'q deyilgan. Ba'zisini men bilmadim. Köp rahmet. Selamünaleyküm. Benim Allah'ın belirli Allah'ın selamı olsun. Soğanım da bu miladidin ilgili ötken Gazibay Bey'imiz onun keyin Kıbracı var, yine 300 neçinci, miladın 300 neçinci yılı ötken. Onun keyin kelsek İslamiyet'in keyin ya Islamiyet'te yana kolluklarından devirde Parabi, İmameddin Kaşgari, Katarlık ustazlarımız yazıp kaldırılan materyallerden sildigendek mina operasiyası kılan tarih var. O tarih Uyghur Tibabetinin ki şu ders kitaplarından ait ilik hatırlangan. Mesela Uyghur Tibabeti asas nazariyeliğine diyen kitaptan şu yapma anından başka kamusunun ki birinci tomudu var. Ondan başka şu son ocağı düşürgen, yanından kim şeytosuluş katarlıklarını gördüğüm cesetine çıkıp tipler, şunu parçalayıp küregen. Bu tarihli var. Bu Türkiye'ye geldiğinden kim bizim şu tarihine bunu da Türkiye'nin ki Masakan yardımcı bir yerde bir Yüce Tanay da bir kişi varken Türk yazgıcı. O kişi bizim şu tarihlerimizde öğretilip Türkçe yazıp torba koyuyordu. Ben o materyali kökendiğim ki bizim bu şu Uyghur Tibabeti ilmi yönleri geliyorlar. 2019 yıldan başlayıp çıktı birinci san. Yeni bir san çıktı. 150 bet, 200 bet etrafında. İkinci sanga bu şu Yüce Tanay diyen Türk kardeşimizden biz için yazılan makalesine bizim şu tarihimizden bu şunda ilgili davalaş usulleri hem tecrübeleri hem